Nechta samoviy dinlar mavjud? Xo'p, birinchilardan boshlasak, bulardan biri Zabur, undan keyin Tavrot, undan so'ng Injil va keyin Islom. O'zim uchun ma'lumotni bilib oldim. Kechirasiz, uning javobi noto'g'ri. Ular adashmasam ketma-ket ular xato etdilar. Unda fikringizni bildiring. Nega? Albatta, din bitta. Nega bitta? To'liq ma'lumot bera olasiz? Axir aytib o'tdilar, Zabur, Injil, Tavrot, Qur'on. Qayerda xato qilgan bo'lishim? Allohning so'zini eshiting. Allohning huzuridagi din islomdir. Albatta, bu din bitta. Allohning payg'ambarlari Muso, Iso va Ibrohimlarga turli shariat nozil qilgan, lekin din emas. Musoning dinlari islom, shariatlari Tavrot bo'lgan. Isoning dini islom, shariatlari Injil bo'lgan. Ibrohimning dini islom, shariatlarini Hanafiy bo'lgan. Rasulullohga keladigan bo'lsak, u zotning dinlari islom, shariatlari ham islom bo'lgan.